Yengil avtotransport vositalarining orqa va orqa yon oynalari qoraytirilganligi uchun undiriladigan to'lovlar bekor qilindi. Xorijiy davlatlardan ro'yxatdan o'tgan yengil avtotransport vositalarini O'zbekiston Respublikasiga olib kirish yoki O'zbekiston Respublikasi orqali tranzit harakatlanayotgan vaqtida ularning orqa va orqa yon oynalari qoraytirilganligi uchun undiriladigan to'lovlar bekor qilindi. Faqatgina oldi yon oynalari qoraytirilganligi uchun undiriladigan to'lovlar saqlanib qolindi. Haydovchilar tomonidan chegara bojxona postlarida joylashgan bank shoxobchalariga ushbu to'lovlar amalga oshiriladi. Shundan so'ng bojxona rasmiylashtiruvdan o'tkaziladi. Bojxona xodimlari tomonidan yagona hisob varaqasi taqdim etiladi. Chet el fuqarolari ushbu hujjat bilan O'zbekiston Respublikasida harakatlanishlari hamda yo'l harakati xavfsizligi xodimlari tomonidan avtomashinaning oldi yon oynalari qoraytirilganligi uchun hujjatlar nazoratdan o'tkazilganda ruxsatnoma sifatida taqdim etilishi mumkinligini ma'lum qilamiz.